Mana jigitler, hazırlıklar bara. Mana bu bulaşak inşallah birse. Jigitlerge dan başka juvunurga. Bizga bilan shu munchani yetishtirish uchun общемочный material bilan magistrat kibiti berdi. Bir ayda skit bilan и bilan ikki taraza tayyor qo'yamiz biz. Birsi помывочныйga, birsi значит раздевалкаga. Ondan endi Vadim degan kishi и tag'in bilan pилоmaterial munchaning ishini oshirib uchun совхозный частный пилорамдан наши материалы bizga предоставили безвозмездно. O'sha endi как помощь deb berdilar endi bizga. Bunda значит soyg'oq bor, 30 to'xta bor. Mana bu yoqqa sirtlardan пропускayotgan bruslar bor 5x5. Unday 2 santimetrlardan falan. Bu endi чисто ishni обшивать için munchani. Aybatlar yasar için endi. И o'zi hozirda internetda biz просто borib qana oldik ani. Mashina topdik tag'in borib qaytib qo'ydik bunda. Hozir mana metal konstruksiyani yigitlar bitiradilar ola bersa, ondan endi siylashgan bizning soldatlarning atilari kelib og'ash ishini ishlaymiz deydilar endi o'zlari. Qarmay gruppa bosqich bizning пристегивающий bular. Bu yoqqa da qo'yib bular, bu yoqqa da qo'yadigan etilamiz endi. Mana bunda bizning bular eshik tarafiga. Mana bunda metr yordamdan bo'lingan. Bu yoqda bunda eshik bular jo'natiran yoqqa, bunda yasaymiz sondiqlar o'tiradigan. Чтобы принадлежность shunda qo'yarga endi bunda shishida и bu yoqqa kirib jo'natiran bular endi. O'sha tirada Biş qo'yarga deb xayollanamiz endi borib chiqsa. И bunda shu soqin suvga baqlarni osib qo'yamiz. И idan jayib, no, lopka shekli bilan sayishlarimiz endi hozirek porlanib o'tirgan endi bor shog'lardaga. Mana shunday planlar bilan maqashamiz endi. И buni butunsan hozir утеплитель bilan утеплятырга kerak. Жылы saqlansin endi. Alsan ağaç masterlar şimdi biz mana metal konstruksiyasini ishlab turamiz. Bunaqa qo'ytirga eshik. Alsan Vadim безвозмездно berам dediğinde nastoящий eshik qo'yaymi. No, tenisine ağaç eshik var. Ularni qo'yimda. Alsan Rishot. No, ana azrakkina qisqartirga kerak. To'ytirga berni. Uni yirak bo'ldi. Kengrak bo'ldi hozir. Metal bo'lsin endi metal asnafdan bizga предоставлять etdilar. Mana shunday qolaylar. Bortni yasab bitirishga prof nastillar shular berdilar.